Tizza bo'g'imlarini ko'ramiz, biroz bir-biriga orasi yaqinlashgan. Spina bifida ham o'ziga yarasha oyoqqa ildizli og'riq beradi. Tos suyagi birikish qismida mahalliy og'riq bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. 13 yosh bizga 10-aprel kuni murojaat qilib kelgan. Murojaatda ota-onasining shikoyati, o'zining shikoyati bo'yicha oyoqlarida og'riq, sababsiz og'riq bo'lishiga, toliqib qolishiga, tez charchab qolishiga, kechpikayga borib og'riqni kuchayib ketishiga murojaat qilib kelgan. Mahalliy bemorni ko'rganmiz, yana повтор ko'ryapmiz. Xo'p, to'g'ri, oyoqda og'riq bo'lish sababini umurtqadan bo'lyaptimi, yo bo'g'imdan bo'lyaptimi aniqlik, yo suvaydan bo'lyapti aniqlik kiritish uchun albatta oyoqda umumiy holatiga e'tibor berish kerak. Oyoqda uzun kaltaligiga e'tibor beramiz. Birinchi oyoqlar teng. Tizza bo'g'imlarini ko'ramiz, biroz bir-biriga orasi yaqinlashgan. Suvay bo'g'im sistemasini palpatorni ko'ramiz, ko'z bilan o'q tekis. Bo'g'imlarda harakatiga e'tibor beramiz. Katta asosiy tizza bo'g'imlarda harakat erkin. Patologik hech qanaqa belgi sezilmayapti. Albatta chap tizza bo'g'imini ham parallel ravishda ko'rib boramiz. Ko'rib borganimizda hech qanaqa notabiiy narsa sezilmadi. Boldir oshiq bo'g'imlarning holatiga e'tibor beramiz. Deformatsiyalar yo'q. Tizza bo'g'imida ham boldir oshiq bo'g'imlardan deformatsiya yo'q. Barmoqlarga e'tibor beramiz. Barmoqlarda ham unaqa patologik belgi yo'q. Anamnizni surishtirganimizda hech qanaqa travma olmaganligini aytadi bemor. Oxirgi 1-2 oy ichida travma olgani yo'q. Bu shikoyatlar asosan qachondan beri bo'lyapti, opa? 2-3 yil mobaynida vaqti bilan bu shikoyatlar bo'lib kelgan, borgan sari bu shikoyatlar jonlanayotganiga shikoyat qilib kelishgan bizga. Umurtqa pog'ona tekis, o'q tekis, deformatsiya, umurtqa pog'onasining atrofida hech qanaqa deformatsiya ko'zga tashlanmayapti, palpatur sezilmayapti. Boldir oshiq bo'g'imida ham harakat maksimal holatda, cheklanish yo'q. Bu bo'g'imda ham holat to'liq bo'lyapti. Palpatur ko'rganimizda og'riq bormi, yo'qmi? Asosiy og'riq qaysi mahal bo'ladi? Kechmaydi. Tizzadan pastdami, tizza bo'g'imning yuqori qismida bo'ladimi og'riq? Tizzaning atrofida, tizzadan pastda bo'ladi ko'proq. Nasliy revmatizmga moyillik yo'q, revmatik kasalliklarga. Shikoyati bo'yicha oyoqdagi og'riqlarni ko'proq belga bog'ladi. Shu asosda belni palpatur ko'rganimizda belda o'sha umurtqasining oxirgi qismini tos suyagi birikish qismida mahalliy og'riq bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Bel umurtqalari sohasida mahalliy og'riq bor. Og'riganda, oyog'i og'riganda belingda ham og'riq kuzatiladimi, yo'qmi? Yo'q. Toliqishchi? Yo'q. Hozir bossam ham og'riq bor. Oyoqdagi mahalliy og'riqlarni bel sohasiga bog'ladi. Shunga asoslanib bel umurtqalarini ikki ko'rinishda rentgen tekshiruvi amalga oshirdi. Rentgen tekshiruvida birinchi darajali, yengil darajada skolioz belgilarini ko'ryapmiz. Umurtqa pog'onasini o'q tekshigan. Yana ahamiyatli soha shu umurtqa pog'onasining bel qismi, tos suyagi bilan dug'aza qismi tutash qismidagi ochiqliklarga e'tibor beramiz. Patologik belgilar ko'zga tashlanadi. Buni meditsinada spina bifida degan kasallik haqida ma'lumot yozilgan. Spina bifida ham o'ziga yarasha oyoqqa ildizli og'riq beradi. Bemorimizda shu spina bifidaning belgilari bor. Qani umurtqa pog'onasining ravoq qismini bitishdan orqada qolishi yoki tug'ma ochiq tug'ilishi. Bolalarda har 3 ta bolada bittada kuzatilishi mumkin. Shulardan ba'zi birlari bezovta qilib shunaqa oyoqqa ildizli og'riq berish, tungi enurezga o'xshagan belgilar berishi mumkin. Albatta bu holatda har 6 oyda rentgen qilib baholab borishimiz kerak. Maqsad spina bifidani ravoq qismini bitish jarayoni qay darajada ketayotganini kontrol qilib turish bizga katta ahamiyat beradi. Xulosamizga asosan bemorimizga davo preparatlarini tavsiya qilganmiz. Hozir opa qancha kelganlarga nisbatan 10-kunga nisbatan balki bugun 18 kun bo'ldi. Qanaqa necha foiz o'zgarish sezdinglar bu bemorda? Bu bularda nimasi o'zidayu bir marta og'riq bo'ldi-da. 18 kun ichida bir marta. Oldin qancha bo'lardi masalan bir haftada? Oldin ham shu tezroq bo'lardi. Bir haftada bir bo'lardi. Demak, hozir 18 kunda 2 haftadan ortiq muddatda bir marta xuruj bo'ldi. Undan boshqa xuruj bo'lgani yo'q. Ilgari bu xuruj qisqa vaqtda takrorlanib turardi, ha? Dorilarni ichib vaqtida. Massajlar qilyapman, mazlar bor. Fizioterapiyani olyapsizlarmi? Elektroforez, massaj, parafinda olib boryapsizmi poliklinikaga?
Albatta bu juda ko'p narsa mana shu olayotgan davom muolajalaringizga fizioterapiyaga bog'liq. Vrach tomonidan berilgan tavsiyalarni doimiy amalga oshirib tursalar, bola tezroq bu holatdan chiqib ketishi yaxshi bo'ladi.